Yo'q, hamma salom do'stlar. Sizlar bilan Bekstuz do'stlar. Bu videom sizlar bilan birgalikda car parkingda tungi car parking, ya'ni YouTube'da ko'rgan bo'lsanglar, tungi Toshkent shunaqa deydida mashinalar shashki qilib, drift qilib yuradi do'stlar. Biz ham o'shanaqa qilishga qaror qildik. Ko'rib turibsizlar, mashina keti uzoq, keti ko'rinmaydi do'stlar. Yana odamlar kelyapti-da. Ko'rib turganinglardek, aytdim, iloji boricha orqadan turinglar desam, turib olgan joyga qaranglar-da. O, malades. Mashinasini yerga qo'yib ketamiz. Mana do'stlar, e'tibor bermaymiz. Bugun bizlar bilan birga telefon qotyapti do'stlar. Bu sizlar visokiy grafikalarda cho'tki qilib olib bermoqchi edim o'zim. Xo'sh, kim mana u game kick do'stlar, uni qaranglar, mashinasini qo'ygan joyini. Xo'sh, avtonomer SM Arabico Player 555 Denzi Goys ZM Sadikov Millioner KRV Og'abek Family Free Black of Duschanov Real Sanjik Altmani Revarius Miresters O'pigi Daler. Ko'rib turganinglar вообще ismlilar noyob ismlardan do'stlar, bularning ismlari. To'g'ri tushuntiramiz, tushunmasalar kick. Xo'sh do'stlar, ko'rib turibsizlar, mashinalarni ham o'ziga yarasha, hamma mashinalar o'ziga yarasha chiroyli. Bu meni mashinam. Bu bilmayman kimning mashinasi, Dubai nomer. Bu Denzining mashinasi. Poyga tashlasham yo'q bilmadim, Denzi. Nima bo'lib qo'ygan do'stlar. Xo'sh. E39 kimdan ekan bu? Nomer yo'q do'stlar, mayli. Xo'sh, M5 F90, Toyota Crown, M5 F90, W201, Rahimovniki ekan, Family Freeniki ekan, M5 Acula GT63, M5 F90, M5 F90, E34. Kimniki bo'lsa ham chiroyli qilib taxlab qo'yibdi do'stlar. Pestanerovka Tuzin. 222 E63 X7 adashmasam, X7, bu orqadagi E39 M5 F90 do'stlar, ko'rib turganinglardek. Hamma mashinaga. Xo'sh, bugun bir sayr qilamiz do'stlar. Bachalar qobiliyatini ko'rsatadi. Ko'rib turganinglardek, talpacha bo'lgan. Xo'sh, men driftoviy mashina olib kirmoqman do'stlar. Nima qilamiz? Shu bachalar o'zining qobiliyatini ko'rsatadi mashinalarda, ya'ni qo'lda nima kelsa. O'zi kirib ketdi do'stlar, bir ikkitalar. Drift qilinglar dedim. Ko'rganinglardek. Polni car parkingchilar. Mana kim? JP mashinaligi uncha chiroyli chiqmabdi. Xo'sh, hamma joyda turib drift qilyapti. Bular bunday qilish kerak emas o'zi aslida. O'zim ham drift qila olmayman hozir. Mana stabilizatsiyani o'chirib qo'ysak, bunday qilamiz do'stlar. Mana shunday qilib drift qilsa ekan bachalar. Bunday emas, lekin bunday emas. To'g'ri, sal pacha bo'lib qoldi, nima ham qilamiz endi. Telefon yomon qotyapti do'stlar, 40 FPS do'stlar. Ko'rib turganinglardek, kelyapti vallahi drift qilib. O'z 201 da kirishim kerak do'stlar, o'sha ham drift ham tezlikka yaxshi edi. Bo'pti, biz dronda video olamiz. Bitta joyda drift qilmaylarda. Rasvo izdan chiqib ketdi har doimgidek. O'sha preview uchun. Xo'sh, endi videolar nasib bo'lsa tez chiqib turadi. 3-4 kunda bir video chiqib turadi do'stlar. Men o'zi ishlarim ko'payib ketgani uchun ham o'zimga ham video olish yoqmaydi. Kechqurun kelaman, kechqurun yoqmaydi do'stlar hech narsa qilish. Tan olish kerak, erinchoqman, o'sha uchun video chiqmaydi do'stlar. Xo'sh, mayli do'stlar, biz tomosha qilamiz. Men videoga qatnashdimmi? Voy, kim bu qip-qizil? Og'abek. Bachalarga yetmiz, qanaqada hamma do'stlar, ko'rib turganinglardek. To'g'risiga ko'rinmayapti. Mana do'stlar, joyda drift qilyapti bu bachalar do'stlar. Xo'sh, keyin sizlar ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, Telegramga obuna bo'lsangiz, Telegram kanalida aytiladi. Lichkam yozmanglar meni, ya'ni o'yinga qo'shing deb yozmanglar, hammaga ham javob bera olmayman. O'sha uchun Telegramga qo'shilib qo'ysanglar, aytadi do'stlar. Bachalar, ya'ni qanday qilib nima qilishdi. Shpoq, mana shu joyda rasm olamiz.
Vinildagi ro'gan do'stlar, ballam qaranglar. Kim bu? O'z mafiya. Va, telefon qotishini. Если что, kimdir telefonimga qiziqsa, 13 Pro. Lekin baribir qotadi do'stlar. Ba'zi birlar noliydi. Bekista, Okzur. Paxta, mayli. Nechi nomer? Nomer so'raylasabdi kim bo'lsa ham. Moa 416. O'g'aril bitta joyda drift qiladi, bachalar. Bitta joyda drift qilmaylar, yurib drift qilinglar. Necha marta aytyapman, lekin foydasi yo'q. Mana ketdi bittasi. Kim bu? Aktamov. Gap yo'q. Okey, mani oling. Kirava qani endi biz maqada topaman. Krugovoy nima qiladiganlar ko'rganim yo'q, lekin hali nima kim? Ladnalar. Xo'sh. Dronim ham yetmayapti. Anada ham bala yurib ko'rib turganinglardek. Mana yerda o'zi 70-80 FPS bo'lyapti sizlar. Osmonga qarsam 100-120. 120 FPS ga chiqdi. Bunday qarsam o'zi 30-40 bo'lib qoladi. Gap yo'q do'stlar. Xo'sh. Ko'rib turganinglardek. Rasm olamiz. Drift show deymizmi endi videoni cho'tta tungi kipim bunaqa bo'lish kerak emas do'st, sastav qilib bu qilmoqchi edim, chunki to'shdan bardak bo'lishi aniq do'stlar. O'sha uchun bir 5 ta odam bilan qilmoqchi edim. Odamlar zatni berdi to'g'riroq. Xo'sh, mana bu Denzi. Denzi mashinasiga o'tirib olay do'stlar. Narsalardan xabar berib turamiz. Denzini oldiga borib olish kerak. Mana qiladi, o'zi normal qotmaydi do'stlar. Xo'sh, mayli do'stlar, videoda maqsad o'zi shu nimalar qilib tungi Toshkentda olmoqchi edik. Tungi kar parkingni uncha o'xshamadi do'stlar. Mayli, keyingi safar akkuratni qilib olamiz do'stlar, albatta. Mayli do'stlar, hammaga rahmat, hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar.